Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu. Rozu bölümü. Ramazan ayı ve rozunun fazileti. 2867. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Adem balasının her bir yaxşı amelinin ajri 10 eslidan 700 esligacha köpeytip beriladi. Allah Taala lekin roz onun sırtıda. Roz faqat men üçün boludu. Onun ajrini men beraman. O kishi mening razıqimni deb tamog'ini shahvatini tark etidi degan. Roz tutish uchun ikki xushallik bor. Biri iftor qilgan chog'dagi xushallik, yana biri Rabbiga uchrashgandagi xushallik. Roz tutqichining og'zining purqi Allohning nazarida iftor bo'yidan xushbiroqdir. Muslim 1151-hadis. 2870. hadis. Abu Umame radıyallahu anhu mundaq deydi: Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning yeniga kelib, meni bir ish buyurgan, men uni sendan o'rganay desam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem roz tutqin ajrida uning tangdishi yo'qdir dedi. Nasai 2220. hadis. Albani sahih degan. 2871. hadis. Uqba ibn Amir radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki Allah azze ve celle yolida bir kun roz tutsa, Allah o kişiden do'zax yo'lini 100 yil yiroqlashtirib o'tadi. Nasai 2254. hadis. Albani hasan degan. 2873. hadis. Sahl ibn Said radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Şübhəsizki cennetdə Rayyan deyildiğin bir darvoz bar bulup, Qiyomat günü roz tutqanlar şu darvozdan chaqiriladi. Kimki roz tutqishlardan bo'lsa, şu darvozdan kiradi. Uningdan kirgan kishi abadiy usumaydi. Ibn Majah 1640-hadis. Albani sahih degan. 2874-hadis. Zayd ibn Khalid Cevhani radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki rozlarni iftar qildirsa, u kishiga shu rozlarga berilgan savobga o'xshash savob beriladi. Buning bilan u rozlarning savobidan hech nima kamayib ketmaydi. Tirmizi 807. hadis. Albani sahih degan. 2876. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki Allah'ның va'dasiga ishongan va savob umid qilgan holda Ramazan oyining ro'zasini tutsa, ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinadi. Buxoriy 38. hadis. 2878. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Ramazan oyi kirganda jannatning darvozalari ochilib, do'zaxning darvozalari taqiladi. Şeytanlar bağlanadi. Nasai 2099. hadis. Albani sahih degan. 2879. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Ramazan oyining birinchi kechasi yetib kelganda şeytanlar va ularning qatlari bağlanadi. Do'zaxning barliq darvozalari taqilib, jannatning barliq darvozalari ochiladi. Bir jakarchi ey yaxshilik izdigichi kel deb roz tutquchilarni jannatga chaqirsa, ey yomonlik izdigichi yiroq ket deb roz tutmoqlarni qo'g'laydi. Allah Ramazan oyining har kechasi jahannamdan bir muncha kishini ozod qilib o'tadi. Tirmizi 682. hadis. Albani sahih degan. 2889. hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabesi Sinan ibn Senna el-Eslemi radıyallahu anhu'da rivayet kılındı ki
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: Tamoq yeb shukr qilg'uchining ajri ro'za tutib savr qilg'uchining ajri bilan o'xshashdir. Ibn Majah 1765 hadis. Albani sahih degan.